Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, hamma sog'liqmi? Parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi? Oilalar tinchmi? Hamma sog'liqmi? Mana bugun makonlarimizni, jo'ja makonlarimizni tomosha qilib olamiz aka-ukalar. Aytadigan gaplarimiz ham bor. Makon jo'jalar bilan xo'roz jo'jalarimizni отдельный qilganmiz. Может, yanaki videolarimizda ko'rsatarmiz, bo'lmasam hozir videoning oxirida ko'rsatishimiz ham mumkin, vaqtimiz bo'lsa. Bu yerda hozir birinchi partiya makonlarimdan 9 ta makonda bu yerda. 9 ta makon, yana 2 yilga zagotovka bo'ladi aka-ukalar. Xullas. Bu yerda 3 ta chujoy bor. 3 ta chujoy, 6 tasi shu hanjarda bolasi. Shu kuzatadigan aka-ukalarimiz biladi, shu uyda yurgan shu 3 ta qora makonimdan chiqqan jo'ja makonlar. Endi hozir bu tagida nima oq qiziqishingiz mumkin. Aka-ukalar, bu tuxumni maydalangan po'chog'i. Buni endi nima demoqchiman, veterinar aptekalarda masalan bor bir narsalar. Lekin baribir tabiiyga yetmaydi-da. Bu narsa tabiiy narsa. Tabiiy kalsiyda bu. Tuxumni po'chog'i. Endi bor, masalan veterinarda kalsiy moddalar, kukunlar bor, trikalsiylar bor. Bilmayman, lekin buni nimasi boshqa-da. Buni baribir rezultati boshqa. Aka-ukalar, bu sinovdan o'tgan. Endi ko'p aka-ukalarimiz shu oyoq sholligi bo'yicha murojaat bo'ladi. Bu endi men shu kalsiy aytaman-da, veterinar aptekalardan kalsiy olib bering. Trikalsiy deganlari bor. Oyoqlari sholligi uchun shu asosan shu D3 vitamini, shu kalsiy moddalari yetishmasligidan bu oyoqlari lakalum bo'ladi-da aka-ukalar. Endi buni ham aytaman, po'choq, tuxum po'choqlarini tarqallab bersangiz ham bo'ladi degan gapni ham aytaman, lekin bu masalan uydan chiqqan, masalan har kuni 30 ta 40 ta tuxum yemaysiz-ku. Uydan chiqqani yetarli bo'lmay qoladi-da aka-ukalar. Ana shu uchun buni izlab topsangiz bo'ladi. Masalan, o'zingizning rayoningizda bormi? Yelatingizda bormi? Masalan, inkubatorchilar bo'lishi mumkin. Parranda fermalari bo'lishi mumkin. Parranda fermalarida inkubatorlar bo'lsa, masalan, inkubatorlar minglab buni ko'p yerlarda shunday inkubatorchilar ham chiqarib musorga tashiydi-da. Tanish-bilish qilib qo'ysangiz, masalan, telefon nomerlarini olib, shuni izlasangiz, bunda tuxumdan boshqa nimasi ham bor-da, buni masalan pardasi deymi, tuxumni po'choqda ostida pardasi. Ana shusini ham yeydi-da, buni qoldirib. Ana shu ham o'ta bu jo'jalar uchun zo'r-da, endi hammasi uchun, katta parrandalar ham uchun. Endi men tajribamni aytaman aka-ukalar. Bu narsa men o'zimda muammo emas-da. Nimaga deganda men shu inkubator faoliyati bilan shug'ullanaman. Shu klientlarim bor, o'zimni jo'jasilarni chiqarib beraman. Masalan, har bitta tuxumini masalan belgilangan narx qo'yiladi. Masalan, po'chog'ini olib ketmaydi-ku. Shuning uchun mana shularda ayamasdan beraman-da men. Shu yerga tashab qo'yibman. Masalan, bu yerga hozir hamma parrandamni chiqaraman. Shu chiqargan paytimda mana hozir yeb oladi. Birinchi shunga uradi.
Keyin dalaga uradi. Nimaga? Sababi bunda o'sish jarayoni jonli-da, shuning uchun kalsiyga talabi kuchli bo'ladi. Endi men hozir bu yerda bitta kalsiy moddasini tuxum po'chog'ini aytib turibman. Bitta narsani aytib turibman. Endi bu parrandaga beriladigan narsalar ko'p, vitaminlar ko'p. Buni hamma videolarimizni ko'rib keltirgan bo'lsangiz, hamma ma'lumotga ega bo'lasiz. Endi bu yangi guruhimizga kirib qolgan odamlar bo'lsa aytib turibman-da. Ertangi videomizni xuddi mana shunaqa qilib xo'roz jo'jalarimiz bilan qilamiz. Xo'roz jo'jalarimiz ham shunday отдельный qilganman. Xudo xolasa hammasini shunday qilib bir video qilamiz. Endi yana bitta gap aka-ukalar. Telegram lichkadan umuman savollarga vaqtim bo'lmay qoldi. To'g'ri tushunasizlar. Kuniga 200 dan ziyod video xabarlar, videolar, audio xabarlar, videolar xullasda kelib tushadi. Men har bittasini bittadan ochib, ko'rib, umuman imkoniyati yo'q. Aka-ukalar, qilaman desam qilib bilmayman. Faqat shu videolarga, audio videolarga Telegram guruhning silkasini tashlab, ana shu guruhga o'ting degan silkani tashlab uspet qilib turibman. Shuning uchun to'g'ri tushunamiz. Telefon qo'ng'iroqlar bo'lsa, telefon qo'ng'iroqlarga bir ikkita javob bo'lib turibdi. Shuning uchun ham uspet qilib bilmasligim uchun ham bu Telegram guruhni ochganmiz. Telegram guruhga o'tsangiz, bu yerda guruhda 1000 dan oshdik, xudoga shukr. Bu yerda hammasi zo'r aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz ham bor. Kamroq bo'lsa ham. Xullas, bu yerda masalan tajribali aka-ukalarimiz bor. 1 yil, 2 yildan beri ko'pisi veterinar bo'lib ketgan, veterinar. Vaqti bo'lganda savollarga javob beradi. Men ham vaqtim bo'lsa kirib, vaqtim boricha, ilojim boricha kirib savollarga javob beraman. Xullasda o'tsangiz, o'tib qo'ysangiz siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Telegram guruhning silkasini kommentariyani boshida zakriplet qilib qo'yaman. Aka-ukalar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Parranda boqadigan bo'lsangiz, bu siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Aka-ukalar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Like'lar kam bo'lib turibdi. Like bossangiz bu sizdan hech nima ketmaydi aka-ukalar. Pul, sul hech nima. Faqat bu videoni ozgina bir tarqalishiga xizmat qiladi. Videolarimiz tarqalsa, bu foydasi tegsa, yurtimizda qancha bir parrandalarni saqlab qolsak, bu hammamiz uchun foydali. Bu baribir foydasi tegmaydi emas. Kamroq parranda o'lsa, go'shtning narxi arzon bo'ladi. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasizlar. Bularni bir yerga yig'ib turardim hozir. Bo'lmasa videoga olish qiyin. Anarda tagiga urib ketadi. Qani Period marsh. Ko'ch. Anarda yana ketdilar. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.